O'zbekistonda ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiyalar 10% ga oshiriladi. 2025-yil 1-iyuldan pensiya, bolalar nafaqalari va moddiy yordam miqdorlari 10% ga oshiriladi. 1-avgustdan esa byudjet xodimlari maoshi va stipendiyalar shunchaga ko'payadi. Mehnat haq to'lashning eng kam miqdori 1,271,000 so'm etib belgilanadi. Bu kabi oshirishlar har yili amalga oshiriladi. Biroq bu bilan parallel ravishda tariflar, bozordagi narx-navolar ham oshadi. Qalampir.uz'ning xabarida aytilishicha, mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 1,271,000 so'm etib belgilanishi ortidan bazaviy hisoblash miqdori 412,000 so'm etib belgilangandi. Bu esa bazaviy hisoblash miqdoriga qarab hisob-kitob qilinuvchi barcha to'lovlar va jarimalar narxi ham oshishini anglatadi. Masalan, yo'l qoidalarining buzilganligi uchun jarimalar oshgani va miqdori keltiriladi. Ulardan ayrimlariga e'tibor bering. Ruxsatsiz rang berganlik 10,300,000 so'm. Tonirovkadan 1 yilda takroran ruxsatsiz foydalanish uchun esa 16,480,000 so'm jarima to'lanadi. Qiziq, xalq oylik nafaqalarini oshganiga xursand bo'lsinmi yoki narx-navolar va jarimalarning oshganiga dod desinmi? Buni qarangki, go'yo odamlarning daromadi oshadigandek ko'rinadigan oyliklarni oshirishdan musulmon xalqimizga biron manfaat yo'q. Chunki bu tuzumda insonlar manfaati yuzasidan birorta qonun yoki qaror qabul qilinmaydi. Balki xalq uchun degan balandparvoz gap so'zlar ortida uning qonuni so'rish yotadi. Hatto oyliklar oshirilishi ham inflyatsiya darajasiga yetmaydi. Zero inflyatsiya darajasi 10% dan oshiqligi aniq. Xullas, bundan xalqning iqtisodiy ahvoli zig'ircha ham yaxshilanmaydi. Bundan tashqari, O'zbek hukumatı oyliklarni xalqni o'ylab emas, balki inflyatsiya darajasiga qarab ham oshirishga majbur bo'lyapti. Natijada oylik oshdi degan narsa odamlarning daromadi oshishiga olib bormaydi, balki ularning inflyatsiya narxlarining to'xtovsiz oshishi sababli yanada kambag'allashadilar xolos.